Әтсі Пужан әпендімнің Hindistondagi og'insidan xat kelib qoladi. Xatda yoshlikda qilgan quda bo'lamiz degan va'dimizni amalga oshirayli, qizimni o'g'limga yeb beray deb yozilgan edi. Buni anglagan Simran baribir haq xotin bo'lib ekan, dada bir o'ynab kevalaychu deb dadisidan ruxsat ilib, boshqa yurtlarga do'stlari bilan birga o'ynab kelmoqchi bo'ladi. Dada, endi to'yimni qilsam yo'ldishim bor. U yerga borolmayman. Mushu bir to'yning oldida do'stlarim bilan o'ynab kelganim kelib qoladi. Uningdan keyin nim desang sening ras. Ey, nadan qiz. Ey, mab dadangning bir chiroyiga qarab baqsang ummamda ey. Mo'j ruxsat berdigan chiroyma. Ey, ma qizning qachat-pachatini o't chiqiradigan bo'ldingmi? deb o'ltasam, o'ylamagan yerdan bu odam ma'qul bo'lib qoladi. Bo'pti. Barığım balam, qiliqsiz do'yingda chiqamay, jim o'ynab jim qaytib kel, ha? Safarga undaq boraman, nay mundaq boraman deb aldiravotgan qiz poyizga oralla ulgurib kelyotdi. Rojning yordamida bu qiz poyizga oralla ulgurib chiqib oldi. Ey, maskangiz tushib qoptimi? Menda o'xshash birisi bor. Poyiz yuqur surat bilan davlat otlab ketib boradi. Qizlar bir-birsiga maslahat selib, onda o'ynab etamiz, mandaq o'ynab etamiz deb oxiri intayin toyini yo'q bir yerga kirib, ingaklarini yo'lab o'ltagan edi. Bu chaqda Roj va uning do'stlari kirib qoladi. Hamda so'rindagi qizlarga shundidek chachrashqa boshlaydi. Roj intayin kasbiylik bilan bir go'zal qizga o'zining suyini aytayotganda, Semiraning nariga putlashdi bilmadim, sahnaga chiqib Rojni satlash demoqchi bo'lib qoladi. Lekin o'ylamagan yerdan Roj so'rinning kayfiyatini yuqori pallaga ko'tarib o'tadi. Raj, sen burun kelib baqqandagina aloza. Ma qizlar amma seni taniydigandek o'ynayapti o'fsulni. Voy o'ynamayman degan Semira mana qiqas o'ynayapti. Zada bir qo'ltansiga payzayapti bu qizning. Olmishda chiroyli fulani kiyib kelamdi. Tunugun oqshom meni chelib muvaffaqiyat qozonolmagan bo'lsangiz, bugun men sizga ko'z tutib qo'yay degandek Raj Semirani ko'rgan yerda terik turib xo'shallik izlaydigan bo'ldi. Lekin chaqchaqdan chaqchaq chiqqandek Raj Semiranning poyizga kechikib bu notunish shaharda yolg'iz qolib qolishiga sabab bo'lib qoladi. Qattiq terikkan Semira yo'l bo'yida mashina to'rab turayotganda Jiroqdan ikki chatallik tozliq ishchisi kelib, siz bu yerda bek uzun turib ketdingiz, siz axlatmi nima deb bu qizni supurib ketmoqchi bo'ladi. Baxtga yarshi Raj usti ochiq santanadan birini aydab kelib, bu qizni avarchilikdan qutuldirib oladi. Yo'l bo'yi Raj Semiraning o'zidan necha vaqtdan qilgan ishlarini faqat bir chaqchaq ekanligini, oshirib o'tgan yerlar bo'lsa kechirib o'tishini, o'zining hargiz bu qiz o'ylagandek nachar bola emas ekanligini aytadi. Hamda bu gaplarni isbotlash uchun kechda bu qizni birli karavot qolgan yotoqqa boshlab kirdi. To'liq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Panu salondan ko'ring.